Ko'pchilik soat xarid etgan vaqtda shu 5 ta narsaga ahamiyat bermaydilar. Birinchisi, gavda tuzilishine qarab, o'zini fokusuna qarab soat tanlamaydilar. Gavdasi kichkina insonlar kattaroq soat tanlab qo'yadilar. Gavdasi iri, semiz insonlar esa kichkina gavda tuzilishidan kichkina bo'lgan soatlarni tanlaydilar. Soat xarid etganingizda siz iloji boricha shu oylik daromadingizdan, sof foydanizdan kelib chiqqan holda soat xarid qilsangiz, misol uchun muhim uchrashuvlarda yo bo'lmasam networkinglarda shu soatingizga qarab turib ham sizni qanchalik darajada foyda qilishingizni yo bo'lmasam sof daromadingizni bilib olishlari mumkin. Soatni masalan podarkaga xarid etayotganmisiz, bu insonni xohishidan, ish faoliyatidan, ya'ni nov faoliyat ko'rsatadi, shundan kelib chiqib olishni tavsiya qilaman. Masalan, siz sog'ayotgan soatingizni yaxshi ko'rib dakada prosta shkafda qolib ketmaydi. Keyingi sabablardan birisi, ba'zi bir insonlar boshqa birovlar taqqan soatlarga qarab, misol uchun o'zini yaqin insoni bo'lishi mumkin yo do'sti bo'lishi mumkin, shuni taqlid etgan holda soatni tanlaydilar. Xato narsa deb o'ylayman. Nechun deganda, taqib turgan soatingiz sizni xarakteringizni, imijingizni ko'rsatishi kerak. Eng asosiy e'tibor beradigan narsalarimizdan birisi, ko'pincha soat tanlaganda uni tashqi ko'rinishine qarab xarid qiladilar. Bu esa eng katta xatolardan birisi hisoblanadi. Soat xarid etgan vaqtda uni xarakteristikasi, asosiy mexanizmini qarab olishni tavsiya qilaman. Nechun deganda, siz uni to'liq o'rganib bilmasangiz, ertang siz yaxshi narsa olganingiz bilan ham uni noto'g'ri ishlatib buzib qo'yish ehtimoli ko'p bo'ladi.